Manzil Toshkent viloyati Zangiota tumani Gasniti ko'chasi 1-uy. Ushbu mahsulotlarga zakaz berishga ulgurib qolinglar. Mahsulotni assortimenti juda ko'p, lekin chegaralangan. Mahsulotlarni narxini Telegram, mana xos Telegram kanallarimizni qo'yamiz. Telegram kanallarimiz, Instagram kanallarimizda narxi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Har bir mahsulotni o'zini narxi bilan ko'rsatamiz. Bizning ushbu kanallarga obuna bo'lsanglar, o'sha yerda primoy efirlarda har bir mahsulot bo'yicha ma'lumot olishingiz mumkin. Muhsina, O'zbekbek fabrikani sklatini ko'chirib keldinglarmi? Fabrika o'zimizda-ku. Mana yangi tovarlar O'zbekbekniki. Oho! O'zbekbekdan kelgan tovarlar mana hozir assortimenti. Juda katta assortiment. Hozir bu bir qismigina, hozir sizlarga boshqasini yana ko'rsataman. Hozir dastavkalarni ham ajratib qo'yishibdi. Dastavkalar bular Qozog'istonga ketayotgan dastavkalar. Mahsulotning zo'rligidan Qozog'istonlarga ham shu yerdan dastavka qilyapmiz. Mana klientlarga chiqib ketyapti. Mahsulot ko'pligidan mana Muhsina qaysi birini obzor qilib berishni ham bilmay qolyaptilar mana. Juda ko'p. Bu hozir 10 dan bir qismi. Hali yana to'ldirasiz bu yerda, ancha bor-ku. Voy, yana olib kelyapsizmi? Mana ko'ylaklarni xilma-xili. Hozir bittalar bularni hammasini ko'rsatib beraman. Ilganmanni men ajratib olmasam, futbolka shortida отдельный, ko'ylakni отдельный, shakar olib qilmasdan. Mana ham ko'ylaklar, tonikalar. Так, futbolka short, mana bu lassina. Mana naskilarning ko'pligini qarang. Mana naskilarni. Naskichi oylikdan boshlanadi. Chiroyliligini qarang. 6-7 yoshgacha assortiment bor. Keyin mana bu piyatkichalar ham bor. Ko'rsating bularni ham. O'zbekbekning sifati juda ham yaxshi bular ham mana. Donasi 2200 so'm, 2300 so'mlardan chiqyapti. Mana bu detskiy naskilarning xilini, rangini qaranglar buni. Mana bu ichida qancha mahsulotlar bor. Bu sizlarni kutyapti xaridorlar. Mana juda katta assortiment kelgan. Mana. Shoshilinglar, tezroq aloqaga chiqinglar. Hozir bu mahsulotlarni bitta-bitta sizlarga obzor qilib beradilar Muhsina. Hozir. Muhsina, bu kelgan mahsulotni bir 10 dan bir qismini olib chiqdingiz. Bu qolganiga qachon uspet qilasiz? Bu necha kun obzor qilamiz buni? Xudo xolasa harakat qilamiz klientlarga ko'rsatib berishga. Qarang. Mana bunaqa tonikalarimiz bor, 3-7 yosh. Yeng kaltalari bor, mana. Bularni mana bunaqa rasvetkalari ham bor. Mana ko'ylaklarni qarang, shirinligini, yozga kiyishga, mana biz shirin turadi kiyganda ham. Keyin ko'ylakchalarimiz ham bor. 1,5 yoshgacha bo'lgan. Ko'pchilik klientlarimiz noto'g'ri tushunib qolishyapti. Katta razmerlar ko'rsatuvdinglar-ku. Nega malyutka? Mana malyutka ko'ylakchalarimizni отдельный ko'rsatamiz, hurmatli klientlar. Keyin qaranglar, mana bunaqa asal ko'ylakchalar bor yozga kiyishga. Siz mana bunisini ko'ring, ekan mana. Shirinligini qarang bularni. Bular ham razmerda 3-7 yosh. Bular hammasi O'zbekbekniki, hammasi. Hammasi O'zbekbekki eksport mahsulotlari, materiallari suprem materiallar. Futbolkalar bor однотонный. Keyin mana bunaqa pijamalar bor. Bu pijama mana. Ishtoni bilan. Bular pijama. Futbolka shortiklar ham bor yozga. Bularni olmoqchi bo'lgan klientlarimiz tezda zakaz qilib olmasa yetkazib olmay qolyapmiz klientlarga. Keyin mana bunaqa finka ko'ylakchalarimiz ham bor. Bularni ham ko'rsatishingiz mumkin. Bular 1,5 yoshdan boshlanadi. 4 yoshgacha razmer. Keyin qarang, bizda mana bunaqa kombinezonchalar bor. Buni hozir ichiga futbolkasini kiydirdik. Отдельный bo'ladi futbolkalari. Mana yozgi koftichkalar. Bizda keyin kuzgi assortiment ham juda katta assortiment. Mana bunaqa kuzgi yaxshigina nimalar bor. Ustiga kiyishga nakidkalar, nimchalar bor. Keyin mana bunaqa sportivkalarimiz bor, dvoyka. Chiroyliligini qarang. Agar bu kuzgi mahsulotlarga hozirdan aloqaga chiqsa, katta ob'yomda olishsa, ozgina chegirmay qilib berasizlar. Inshaalloh. Qilib beringlar endi. Qilib beramiz. Faqat detskiy emas, kattalar uchun ham obzor qilib bering. Mana futbolkalarimiz bor, mursko futbolkalar. Assortiment ko'p. Bularni ham qaysi birini ko'rsatishga ham hayronman. Mana qarang, mana bularni qarang. Bularchi kiloga 150 mingdan, Samoni ham futbolkalari bor bizda. Kiloga 150 mingdan, donasi 20 mingdan 25 minggacha. Keyin bolshimerka razmerlar bor. Katta bolshimerka razmerlar, ular 30 minggacha chiqadi. Mana bularni ko'rsating. Demix futbolkalari bular. Mana. Hammasi birinchi sort mahsulotlar. Hammasi birinchi sort. Assortiment juda ko'p mana. Assortiment ko'p. Женский futbolkalar ham bor. Detskiylar ham bor.
mana ko'rsatishingiz mumkin. Kiloga 150 mingdan bular. Kilosi 150 ming so'm. Hmm, Assortiment juda ko'pligidan hammasini uspet qila olmayaptilar ko'rsatishga. mana buni ko'rsating. Большой merka razmer katta. Mana Velika polo razmer. futbolkalar. Skeletga kelaveringlar, eng kami 10 kilodan beriladi.